Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetlik ata-analar şundaqla omaq farzandlarimiz. Anlayatqanlar, Güzel Dinim programımızın 18. sani. Hammalarga ma'lumki biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobni diqqatingizga sunib kelyapmiz. O'tgan soatlik programmalarimiz biz Ramazon ro'za haqida dars boshlagan edik. Inshaalloh bugun davomini davomlashtiramiz. 18. sonimizda ro'zaning turlari mavzuliq bu mavzudan boshlab davomlashtiramiz. Mikrofon oldida Abdullah Yalqin. Bugünkü babımız ro'za turlari. Ro'zalar 4 bölünüdü. Fariz, vacib, sünnet ve makruh. Fariz ro'zalar qaysilar degan vaqtimizda Ramazon ro'zasi, Ramazon ro'zasining qazasi, Ramazon ro'zasining kaffarati. Bu fariz ro'zalar. Hamda vacib ro'zalar, adoq ro'zasi, sungan nafl ro'zaning qazasi. Bular vacib ro'zalar. Hamda sünnet ro'zalar degan vaqtimizda Muharram oyi ro'zasi, Shavvol oyi ro'zasi, dushanba va payshanba kungi ro'za, qamariy oylarning 13, 14, 15 kunlari tutiladigan ro'za va Davud alayhissalomning ro'zasi, ya'ni bir kun ro'za tutib, bir kun iftor qilish. Makruh ro'zalar degan vaqtimizda makruh ro'zalar ikki turga bo'lindi. Tahriman makruh ro'za, tanzihan makruh ro'zalar. Hamda tahriman makruh ro'zalar degan ro'za hayitning birinchi kun tutilgan ro'za va Qurbon hayit kunlari tutilgan ro'za. Tanzihan makruh ro'zalar bo'lsa faqatla Ashura kuni tutilgan ro'za yoki faqatla juma kuni bir kun tutilgan ro'za va faqatla shanba kuni bir kun tutilgan ro'za. Biz uni tövanda inshaalloh biroz ichib o'tamiz. Sunnat ro'zalarni tushundirsak, suyumli payg'ambarimiz Ramazon oyidan boshqa oylarda ham ro'za tutadi. Bularni do'stlarga tavsiya qilgan edi. Bu ro'zalardan bir qismi tövendikicha. Muharram oyining 9-10 kuni yoki 10-11 kunlar tutilgan ro'za va Ramazondan keyingi Shavvol oyida tutilgan 6 kun ro'za. Shunaqli dushanba va payshanba kuni tutilgan ro'za va qamariy oylarning 13, 14, 15 kunlari tutilgan ro'za va Ramazondan boshqa kunlarda bir kundan tutilgan, ya'ni bir kun ro'za tutib, bir kun ro'za tutmay dam elib tutilgan ro'za. Bu Davud alayhissalomning ro'zasi deb ataldi. Hamda makruh ro'zalarni biroz ochsak, buni biroz sharhlasak, ma'lum bir sabab tufayli tutish makruh hisoblangan ro'zalardir. Makruh ro'zalar degan. Bular ikki qismga bo'linadi. Birinchisi tahriman makruh ro'zalar deganimiz ro'za hayitining birinchi kuni ro'za tutish, Qurbon hayit kunlarida ro'za tutish, ya'ni hayit bo'lganligi uchun. Ikkinchisi tanzihan makruh ro'zalar bo'lsa, faqatla Ashura kuni, ya'ni Muharram oyining 10-kuni tutiladigan ro'za, tanzihan makruh. Hamda faqatli juma kuni yoki faqatli shanba kuni tutiladigan ro'zalar nima uchun tanzihan makruh degan vaqtida Ashura, juma yoki shanba kuni ro'za tutmoqchi bo'lgan kishi bu kunlarning oldidagi bir kun yoki keyindagi bir kunni qo'shib ro'za tutsa, tutgan ro'zasi makruh bo'lmaydi. Qazo ro'zasi. Qazo ro'zasi degan nima? Javob: sahvallik tufayli sunib ketgan yoki tutolmay qolgan ro'zaning keyin to'liqlab tutilishi qazo ro'zasi deyildi. Qazo ro'zasi qachon tutildi? Ramazon oyidan keyin ro'za tutish tahriman makruh bo'ladigan kunlardan boshqa har qanday bir kunda qazo ro'zasi tutsa bo'ladi. Kaffarat ro'zasi. Kaffarat ro'zasi degan nima? Javob: Ramazon ro'zasini sababsiz holda qasddan sundirgan kishi sundirgan ro'zasining o'rniga kaynidan kun o'tkazmay 2 oy ro'za tutishi kerak. Jazo sifatida tutilgan bu ro'za kaffarat ro'zasi deyildi. Kaffarat ro'zasi qancha kun? Kaffarat ro'zasining muddati 2 qamariy oy, odatda 60 kundir. Buningga sungan ro'zaning qazosini qo'shganda jami 61 kun ro'za tutish kerak. Shunga xalq orasida kaffarat ro'zasi 61 deb ataladi. Xo'sh, endi ro'zamizni sundiradigan ahvollar. Ro'zamizni sundiradigan ahvollarni ikki qismga ayirib tahlil qilamiz. Kaffarat va qazo ro'zasini tutishga tegishlik ahvollar. Ramazonda sababsiz holda ro'za tutmaslik yoki tutgan ro'zani sundirish gunoh hisoblandi. Ro'zador ekanligimizni bilib turib,
qasddan ro'zamizni sundirsak, qilgan gunohimiz tufayli Allohdan afv tilashimiz lozim. Buning jazosi 2 oy to'liq kafforat ro'zasi tutish ham 1 kun qazo ro'zasi tutishdir. Jami 61 kun bo'ldi biz yuqorida so'zlab o'tganimizdek. Hamda sababsiz holda yeb ichsa, qazo ro'zasi hamda kafforat ro'zasi tutishi kerak bo'ldi. O'xshash 61 kun. Yoki Ramazon kunduzi jinsiy munosabat qilsa, o'xshashli yana qazo ro'zasi hamda kafforat ro'zasi tutishi kerak bo'ldi. Yana 61 kun ro'za tutishi kerak. Xo'sh, endi faqatli qazo ro'za tutsa bo'ladigan ahvollar. U bo'lsa-mu sakvallik yoki ma'lum sabab tufayli ro'zamiz sunib ketishi mumkin. Ramazon kunlarida bu ahvolda tutalmagan ro'zani qazo qilamiz, keyin to'liqlab tutib olamiz, ya'ni bir kunga bir kun tutib olamiz. Endi ro'zamiz qazo bo'ladigan ba'zi ahvollar deganda to'yanda bir qancha xil ahvollar tilg'alindi. Buning birinchisi ro'za tutganligini unutib qilib biror narsa yeb ichgandan keyin ro'zasi yodiga kelsa va yeyish ichishni to'xtatmasa qazo ro'za tutish kerak bo'ldi. Chunki ro'za tutganligini unutib qilib biror narsa yeb solgan kishining ro'zasi buzilmaydi aslida. Ammo ro'za tutganligi esiga kelgan hamon yeyishni ichishni darhol to'xtatish kerak. Masalan, ig'izda bir narsa bo'lgan bo'lsa, darhol bu ig'izdikini chiqarib o'tish kerakda tükürib. Agarda shu ig'izdagi bir luqma taom bo'lsa yoki bir yutum suv bo'lsa-mu, isik kelgan hamon chiqarib o'tmay yutib o'tsa, isik kelgandan keyin yutib o'tilganligi uchun bu nima desa, ro'zasi buzilib ketib bu vaqtda qazo ro'za tutish kerak buningga. Ammo lekin isik kelgan hamonlam darhollam og'izdikini tükürib o'tib, yana shu yerdan boshlab davom qilsa, qazosini qilmaydi, u ro'zasi buzilmaydi o kishiniki. Alloh subhanahu va taolaning uningga ikrom qilgani bo'ldi hamda uningki Ramazonda. Xo'sh, endi ikkinchisi odatda g'izo sifatida ishlatilmaydigan moddalarni, ya'ni qog'oz, tuproq va yoki boshqa narsalarni yeb solsa, qazo ro'zasi tutishi kerak qiladi. Uchinchisi subhi vaqti bo'lib, tong atgan bo'lsa-mu, teg'i vaqti bor deb o'ylab yeyishni davomlashtirish. Buningga qazo ro'zasi tutish kerak. To'rtinchisi namoz sham vaqti bo'lmagan bo'lsa-mu, iftor vaqti bo'ldi deb o'ylab baldur iftor qilib o'tish. Buningga qazo ro'za tutishi kerak bo'ldi. 5-inchisi kishining orasida qolib qolgan nuqutchilik cho'nliqdagi yemakni yutib selish. 6-inchisi eg'iz burnini chayqaganda dimiqidan yoki gelidan suv o'tib ketish. Qazo ro'zasi kerak. 7-inchisi og'ziga kirib ketgan qor yomg'ir yoki mo'ldirni ixtiyorsiz holda yutib o'tish. 8-inchisi burni yoki quliqining ichiga dori temitish. 9-inchisi tahdid ostida ilojisiz ro'zasini sundirish. 10-inchisi Ramazondan boshqa chog'larda tutgan ro'zani qasddan yoki ma'lum sabab tufayli sundirish. Bularga qazo ro'zasi tutishi kerak bo'ldi. Xo'sh, endi ro'zani sundirmaydigan ahvollar. Ro'zador ekanligini unutgan holda biror narsa yeb selish ro'zani sundirmaydi. Yuqorida biz uning sharhisini qildik, takrorlashning hojati yo'q. İkincisi, çiş arasida qolib qolgan nuqutdan kichik g'izo qoldiqini yutish ro'zani sundirmaydi. Uchinchisi, og'zidagi tükürükni yutish ro'zani sundirmaydi. To'rtinchisi, eg'izni chayqab bo'lgandan keyin qolgan suvni yutib selish ro'zani sundirmaydi. Beshinchisi, burun yoki galg'i ixtiyorsiz chang tuzang yoki tuman kirib ketish ro'zani sundirmaydi. Oltinchisi, quloqqa suv kirib ketish ro'zani sundirmaydi. 7-inchisi ihtilam, uxlaganda junub bo'lib qolish, bu ham ro'zani sundirmaydi. 8-inchisi yuyinish ro'zani sundirmaydi. 9-inchisi ko'zga dori temitish ro'zani sundirmaydi. 10-inchisi gul chechak, attir va xushpurak narsalarni purash ro'zani sundirmaydi. 11-inchisi tish tortqizish ro'zani sundirmaydi. Ammo buningki sharti bo'lsa, tish tortqizganda og'riq his qilmaslik uchun chiqib purkalgan suyuq dori ro'zani sundirmaydi. Ama ukul qilib selingan morfin ro'zani sundirdi. 12-inchisi ixtiyorsiz qusush sundirmaydi. 13-inchisi eg'izga liq kelmaydigan qusuqni yutib selish ro'zani sundirmaydi. 14-inchisi yemeklikni eg'iziga elib yutmay ta'mini bilib beqish ro'zani sundirmaydi. Ama tamoqni eg'iziga elib yutmay ta'min tetib beqish makruh ham lekin bu yerda. 15-inchisi tish malhimi qo'llanmay tishni cho'tkilab yuyish ro'zani sundirmaydi. 16-inchisi qon aldirish ro'zani sundirmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bunday deydi, ro'zlarni unutib qilib yeb selish haqida. Ro'za tutganligini unutib qilib biror narsa yeb yoki ichib solgan kishi ro'zasini davomlashtiraversin degan.
Chunki uningga Alloh yegizgan va ichkizgan. Bu hadis Buxoriyning Savm bobi 26-nomorli hadisda qilingan. Xo'sh, endi qaysi ahvollarda roza tutmasi gunoh bo'lmaydi degan mavzuga keldik. Islom dini intayin qolaylashtiruvchi, osonlashtiruvchi, nihoyat qolay, oson dindir. Alloh taolo bandalarni kuchi yetmaydigan ishga taklif qilmagan. Ro'zimi shundaqdir. Ramazon oyida sababsiz roza tutmaslik gunohdir. Lekin ba'zi ahvollarda Ramazon ro'zasi tutmasimi yoki tutilgan bir ro'zasini sundirsin bo'ladi. Ramazon oyidan keyingi muvofiq vaqtda u tutalmay qolgan qazo ro'zalar to'liqlab tutilishi kerak. Dinimizda Ramazon ro'zasi tutalmaydigan yoki tutilgan ro'zani sundirsa bo'ladigan ahvollar tuvandikicha. Birinchisi safarda. Ramazonda 15 kundan oz qilish sharti bilan eng oz bo'lganda 90 kilometr musobaqaga bir yerga safarga chiqqan kishi ro'za tutmasa gunoh bo'lmaydi, ammo tutsa texmi savob. Ikkinchisi kasallik sababi bilan. Kesilning ig'irlashib ketishidan yoki saqlay olmay qolishidan andish qilgan bemor ro'za tutmasa gunoh bo'lmaydi. Bunday ahvolda tutgan ro'zasini sundirsa bo'ladi. Ro'za tutsa kesiliga ziyonli ekanligini dindor bir doktordan anglagan bo'lishi yoki doktor bilan ko'rishalmagan taqdirda buni o'zi obdan his qilgan bo'lishi kerak. Uchinchisi qiyrilik deydi. Ro'za tutishga madori yetmaydigan yashangan kishilar ro'za tutmasa gunoh bo'lmaydi. Ammo Ramazonda tutolmay qazo qilgan ro'zalarni Ramazondan keyin to'liqlab tutish imkoni yo'q yashangan kishilar har kunlik ro'za uchun bir fidya berishi kerak. To'rtinchisi ayollarning homildorlik yoki bola emitayotgan mezgili. Homildor yoki bola emitayotgan bir ayol ro'za tutsa o'zining yoki bolasining salomatligiga ta'sir etishdan qo'rqsa, ro'za tutmasa gunoh bo'lmaydi. Beshinchisi oy ko'rgan ayollar. Bir ayol ro'zdor holda oy ko'rib qolsa, heyiz kelsa ya'ni yoki bola tug'sa, ro'zasini sundirsa bo'ladi. Heyiz ko'rayotganda va tug'utdan keyingi 40 kun ichida ro'za tutmaydi. Oltinchisi dushman bilan urush qilayotganda. Ramazon oyida dushman bilan urush qilayotgan askar ro'za tutsa, ojizlashib mag'lub bo'lishdan andish qilsa, ro'za tutmasa gunoh bo'lmaydi. Yettinchisi tahdid ostida ilojsiz qolganda. O'ldirilish yoki yorilanish tahdidi ostida qolgan kishi ro'za tutmasa yoki tutgan ro'zasini sundirsa gunoh bo'lmaydi. Sakkizinchisi qattiq ochlik yoki suvsizlik. Ro'za tutganda ochlik yoki suvsizlik tufayli aqli yoki jismoniy jihatda zaxmlanishdan andish qilgan kishi ro'zasini sundirsa bo'ladi. Xo'sh, endi ro'zaning fidyasi mavzusiga keldik. Ramazonda ro'za tutishga kuchi yetmaydigan yashangan kishilar va saqaymas kasallik giribdor bo'lgan bemorlar tutalmagan ro'zalarini qazo qilmaydi. Ya'ni keyin qayta tutmaydi. Uning o'rniga ro'za tutalmagan har kun uchun faqir muhtojlarga yemak-ichmak yoki naqd pul berishi kerak. Bu fidya deb ataladi. Fidyaning miqdori Ramazonda beriladigan fitr sadaqasi miqdori bilan o'xshash. Bir kunlik ro'zaning fidyasi bir kishining 2 vaqtlik tamaqi yoki mushuninga tushliq naqd puldir. Bu miqdor fidya berguvchi kishining iqtisodiy ahvoliga asosan o'zgarib turadi. Endi fitr sadaqasi, ya'ni fitra, dinimizning o'lchamlariga asosan boy hisoblangan musulmonlarning o'zi uchun va o'zi beqishga mas'ul bo'lgan oila a'zolari uchun bergan sadaqasi fitr sadaqasi deb ataladi. Ramazon oyida berilishi vojib bo'lgan bu sadaqa fitra deb ataladi. Endi fitr sadaqasining eng oz miqdori bir kishining bir kunlik tamaqi yoki bu tamoqqa tushliq puldir. Ko'p bo'lsa cheki yo'qdir. Ko'p berguvchilar texmi ko'p savobga erishadi. Fitr sadaqasini ro'za hayitdan ilgari berish kerak. Bundaqda faqir yo'qsullarni xushal qilgan, ularning hayitdagi ehtiyojlarini qamdashiga yordam qilgan bo'lamiz. Fitr sadaqasi badanimiz va salomatligimizning sadaqasidir. Bizni yaratgan, musulmon qilib yashatgan, bizni sog'lom holatda ro'za hayitga yetkazgan ulug' Allohga shukr qilganligimizning bir ifodasidir. Adoq ro'zasi. Adoq nazir ro'zasi Alloh rizosi uchun tutishni niyat qilgan, otgan ro'zadir. Bu ro'zani tutish vojibdir. Adoq ro'zasi 2 turlikdir. Birinchi shartga bog'liq adoq ro'zasi. Masalan, onam saqaysa, Alloh rizosi uchun 3 kun ro'za tutaman degandek qasam qilgan bo'lsak, onamiz saqaygan hamon 3 kun ro'za tutishimiz kerak. Ikkinchi shartga bog'liq bo'lmagan adoq ro'zasi. Alloh rizosi uchun 1 kun ro'za tutaman degandek qasam yoki va'da qilgan bo'lsak, xohlagan 1 kun ro'za tutsak, va'damizni o'rinlagan bo'lamiz. Oldimizdagi hafta dushanba kuni Alloh rizosi uchun ro'za tutaman deb vaqt belgilagan bo'lsak, shu kuni ro'za tutishimiz kerak. Xo'sh, endi tarovih namozi. Tarovih namozi Ramazon oyida o'qiladigan 20 rakatlik bir namozdir. Bu namozni o'qish erlar va ayollarga sunnati muakkadadir.
8 rakat o'qish huquqi bo'ladi. Xo'sh, ikkinchisi tarovih namozini jamida jamoat bilan birlikda o'qig'ili bo'lganda uyimizda o'zimiz yolg'iz o'qisaqmi bo'ladi. Ammo jamoat bilan birlikda o'qiganda savobi texmi ko'p bo'ladi. Ma'lum bir sabab tufayli ro'za tutalmagan kishilarning ham tarovih namozi o'qishi sunnatdir. Xo'sh, hamda itikof jami va masjidda ibodat niyati bilan bir mazgil qilish itikof deb ataladi. Payg'ambar alayhissalom ro'za farz qilingandan keyin vafot bo'lg'uchi bo'lgan orliqda har Ramazon oyining oxirgi 10 kunda itikofga kirgan. Shunga Ramazon oyining oxirgi 10 kunida itikofga kirish sunnatdir. Hamda itikofga kirishdan ilgari pokiz kiyim kiyib, xushpuroq narsalarni ishlatishimiz, itikofda o'ltirgan vaqtda Qur'oni Karim, hadis sharif va diniy kitoblar o'qiymiz. Allohni zikr qilib, nafl namoz yoki qazo namoz o'qiymiz. Davomli duo qilamiz. Tayin yo'q, quruq parang qilishdan yiroq turamiz. Rabbimizning huzurida turayotganligimizni his qilib, gap so'z va ish harakatlarimizga diqqat qilamiz. Xo'sh, hurmatli ota-onalar, shunaqla o'moq farzandlarimiz, vaqt munosabati bilan Go'zal din programmamizning 18-soni mush yerda oxirlashadi. Inshaalloh yana bir qatimliq programmamizda ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.